Bugun barcha maqtagan shahrimizdagi eng zo'r klinikalardan biri Medicomga tashrif buyurdim. Mumkinmi? Mumkin, keling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yaxshi, rahmat. Bizning Medicom klinikamizga xush kelibsiz. Sizni oldingizga bir muammo bilan keldim. Men shuncha fitnessga qatnadim, sport zallariga chiqdim, lekin figuram o'zimga yoqmayapti, to'g'rilolmayapman. Shuning uchun sizlarda korreksiya figura bor ekan. Ha, albatta, bizning go'zal ayollarimiz uchun korreksiya figura protseduramiz mavjud. Korreksiya figurada siz nafaqat qomatingizni hamda siz o'zingizga sog'ligingizni ham yaxshilab olishingiz mumkin. Unda muolajani qachondan boshlasam bo'ladi? Bizning muolajamiz 10 kun davomida, ya'ni 10 kun bir kurs lecheniya davomida davom etadi. 10 kunlik muolajamizdan so'ng ayollarimiz ideal qomatga ega bo'lishadi. Lekin buning birinchi kunidayoq natijasini sezishadi. Siz ham sinab ko'ring, birinchi kundayoq natijasini sezasiz. Bu yerda nafaqat ayollarimiz, bolalar uchun ham massaj va muolaja turlari bor ekan. Barchaga Medicom klinikasini tavsiya qilaman.